Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana keyingi ishlarimizni ham o'zgalarga topshirish arafasidamiz. Bu ishimiz krashenniy, temno-siniy rangda. Ponni temno-siniyga sepib, glans yo'laklari bilan xudo xolasa fotonlari osham-oshiq zamonlari tilla rangda bo'lgan. Eshiklarimiz ponni atklatkada. Davollarga ham alohida baho berib qo'yasizlar. 53 sm davollarda bo'lgan. Yon tomondan ko'rinishlari, xudo xolasa. Ularimiz 1.300.000 so'm qilib berganmiz kvadratini. Bitta shu eshigimiz olib borib o'rnatib berishlari bilan $300 bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 77 kodi bilan 224 5024 bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab o'rnatib berishimiz bepul. Toshkentga oxir tomonlarga kelishilgan holda bo'ladi. Narxiga arziydimi, arzimaydimi, eshigimiz yoqdi, yoqmadi, hammasini kommentariyada o'z fikrlarini bildirib ketasizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.